偉人物語。名もない草花虫けらたちを愛し育てた人がいた。自分を犠牲にふるさと国を戦い守った人もいた。後に続け青春たちよ、後に続け遅くはないさ。急ぐことは難しいが、時に振り返ることはもっと難しい。Bu hikayeni İtalya'daki kinova turmisidan başlaylı. Bundan taxminen 600 yıl ilgiri İtalya nurgun uşaq dövletlerge bölüştük idi. Bu turma hazır biz körüvatkan turmalarga okşaydı. Kişiler tar kamerda qıst-qıstdan yetişatdı. Bu kişilerin əmrisi kinovadaki əsirge ilingan benzilikler bolup, ulanın içinde Marco isimli bir bovay var idi. O suğa çaraslap, ot getdi, bilemsen, ha? Soğuğu ot getdi. Kumluğunun asmini kiyip gitividi, korkup getdik. Bu kayır yani cöylegili durdu, o değil mi? Soğuğu mu ot gitemdi? Bu rast gep. Bu dünyada galit işler nahit köp. Mesela Eytaylı, Jirak Şerik'te bir Asiya dövleti var. O yerdik sarayla uzun tatip özügiçe sap altından yasalgan. O Yuan sulalisi dövleti. Ben bunu öz kulağımda... Baba, yine cöylegili durdunuz mu? Bu dünyada sırlık işler nahit köp. Mesela bulanı öz gözüm bilen köyge. Karanlık sırtlarını kılıdı gelsin. Başkalarının kepige nemiş ki işenmeysizler, ha? Marco efendi, bana sizden bu xatarlik hikayeniz belki yıkıp gelivatıdı. Balada, andak olsa, ben sizgili söylep vereyim. Bu menin 17 yaş çeğimdeki işler, dadam bilen tağam, Jirak'taki Yuan imperiyesiga bağmakçı oldu. Dada, ben mi varım? Ben hem işini kılalayım, nez gereklerini kütüreleyim, su ekileyleyim, tamak iteleyim, kırışı olayım, dada. Ya Marco, sen küçük çıdımayısın, ha? Dada, siz beni çombaldın demediniz mi? Dadamı yap kalana. Ben cinemi koydum, o devletke çokum var ele. Ben kat hıyal urup durup ağaçka, dadam ağrı mağul edildi. Yaslan! Biz yurtimiz Ventsiyeden ayrılıp, Jirak'taki çetelge sayat kılış üçün mağduruk. Bu mu acayip huzur işken. Yurtimiz közümüzden bara Jiraklaşıp, ahiri kayıp oldu. Biz bu yerge terik kaydıp, kilerlemiz mi? Ama Jirak nazar sağınımızda, kandak durup bir güç bizni algı ilgirleşke devlet kılıvatkan tekiz kılattık. Oturduğumuz nahayet tecidi. Seferde boranıga, deniz karakçılarga, xadı taşlağı yoluqmay, Agir portuga aman isen itip keldik. Haqiqiy xatarlik turmushni endi boshlash oldida turatdik. Biz Agirda Kublay Xonga avatilgan yorliq va muqaddas yog'ni topshirib oldik. Bizga bu yerdan ikki hazrat va nurg'un uzatquchi hamrohlik qo'shildi. Shundaqmi? Yerliklar ketayotganda Dorot gapinglar joyida. Hazratlar, bu yerliklar bir lafzini o'qiydigan bo'lsa, kunduzi kechaga aylanib ketadi. Ular oldiga uchirganligi odamni yo o'ltiradi, yoki bo'lmasa yiroq yerga bir qulluq qilib qo'yadi. Ism kelyapti. Rost, men berib kelsan bo'g'dak. Bu yorliq. Bu muqaddas yog'sizlikni topshirdik. Biz safarimizni yana davomlashtirdik. Oldimizdagisi cheksiz ketgan cho'llik. Biz
Jiroq Yuan imperiyasini nishonlab, o'ttir sharqqa qarab yurib ketdik. Dada, o nima? Yerliklarken chaqirmangayli! Marco! Dada! Marco! Dada! Marco, saqmısan balam, ha? Dada! Dada! Balam, yarlanmağan sen. Marco, hanım bozatış aman ketsen. Hechqisi yo'q. Men sog', qag'allaqini. Yerlikler tutup ketken. Qandaq bo'p ketdikin bilmedim. Hozirmuş üçümüzü qaldık balam. Bizni qoldikmi? Ko'zni yumib ochqicha shunchajik odamdan aran uchimizda qolgandik. Ammo polo jamiyati tiz bukmidi. Biz otlarni qaytadan jotib, yana sharqqa qarab yo'l oldik. Pamir egizligidan o'tib, quyosh nuriga purkangan Madafisyan tog'laridan balqidik. Kech-kunduz to'xtamay yo'l yurdik. Tamoqni ketib yedik. Uyquni ketib uxladik. Kuyayotgan su, tuz qaplagan tog'lar va unchi marvoyatlar to'kilib turadigan jilg'larni mana shu chog'da ko'rgandik. Pamir egizligining qahrton kechinlarini ko'rdik. Qish o'tgandan keyin Lobdon qumliqiga keldik. U yer xuddi kuyayotgan do'zaxning usti. 30 kun ichida oldimizga biror giyohchilik narsa uchirmadi. Biz qumliqning qora bo'rinini ko'rdik. Bu dunyo nima degan cho'q? Sho'jo kelganimizda bizning yo'lga chiqqanimizga to'g'ri 3 yil bo'lgandi. Shundaqla bizning charchab faqat mang'uchiligimiz qolmagandi. Endi yerliklar keldimi nima? Tangay, endi mang'idek maqturmi qolmadi? Sizlar benzindan kelgan polo oliylar bo'lamdilar. Men buyruqqa binoan sizni qarshaqli keldim. Yuan imperiyasiga oxiri yetib kelgan edi. O paytaxt nima degan haybatlik. Buni til bilan tasvirlash mumkin emas. Mana bu Qubilay xonning o'rdasi. Bolo, qaytib ko'rishganimiz nihoyat yaxshi bo'ldi. Aliylari, bu sizlar degan yorliq muqaddas yo'q. Sizlar jafo chekdinglar. Bolo, o yigit kim o? Aliylari, bu mening o'g'lim, ismi Marco Polo. Marco, siz mening qachon ishlashni xohlamsiz? Shunda qilib, men Qubilay xonning o'rdasida ishladim. Bu dunyo bek keng dunyo ekan. Sirliq ishlar nihoyat ko'p ekan. Shuningdan keyin men nurg'un ishlarni his qildim. Shunda qilib, 10 yillik vaqt shunday nihoyat tez o'tib ketdi. Bir kuni biz vataniga qaytish to'g'riliq iltimos sundik. Polo, men asli sizlarning maoshinglarni o'stirib beray degan. Ammo Malika Changching Persiya davlatiga yotib bo'lib ketmoqchi. Sizlar uni olib qo'yib, qaytib kelsanglar. Jazman qaytib kelamiz. Qubilay xon bizga 14 cho'ng kema va 2000 odam berdi. Kema tirti Malakka bo'g'iz orqali qo'riqlab qaynayotgan Hindi dengizni kesib o'tib, Persiya qo'tqiga keldi. Kemada qizitma va har xil kasallar tarqalib, nurg'un odamlar og'rib yetib qoldi. Yana kelib, necha kun uda tayfun bo'rni chiqib, kemalar butunlay degidek qodin chiqdi. Ammo keyin bo'ronmi to'xtadi. Biz nurg'un jafo mushaqqatlarni boshdan o'tkazib, Malika Changchingni oxiri Persiya davlatining Orimiz degan yeriga olib qo'ydi. Ammo bu chog'da xon bizga hamroh qilib bergan
2000 odamdan 18 odam 14 kemidan aran bir kemi qolgandi. Ah, Benziya, biz seningdan ayrılg'ili 25 yil bo'ldi. Ammo bizning bu chog'dagi obrazimiz bakli o'sar ahvolga tushib qoldi. Kimni izlaysiz? Ben Mark Polo, bu dadam Nikolo, bu yoq tog'am Mafilo. Yo'q, gapni qilmang, u allabir o'lib qolgan tursa. Nima? Obdala qarab beqing, biz hayot turmamdiq. Bu ablah! Ishni och! Men Mark Polo, bu yerda turgan odam Nikolo Polo, bu yoq Mafilo Polo. Biz Yiroq Sharqdan qaytib keldik. Biz ketgili 25 yil bo'lgan. Ishni och! Men Sharqdagi allarda yuz bergan ishlarni ko'pchilik so'zlab berdim, ammo hech kim ishonmadi. Albatta, bu gaplaringga kim ishonadi? Shundaqmi, ha? Nima kulisizlar? Sizlar mening gapimga nima ish qilishmaysizlar? Hay, qurib kepani qo'y. Yiroqdagi tog'ning neri tarafida u davlatlar haqiqatan bor. Mark Polo'nun beshidan o'tkazganlariga asosan yozilgan sharh xotirlari keyingi kishilar orasida zo'r ta'sir paydo qildi. Shuningdan keyin kishilar ilgari-keyin Hindiston aviatsiya liniyasi, Amerika cho'nquruqligi va dunyoni davr qilgan aviatsiya liniyalarini echib, yaqinqi davr tarixi uchun o'chmas tuhfalarni qo'shdi. Yağmur bağancı bek yakın durdu oğlum. Bomba değil. Ale. O'xshabdimi o? Efendim, bu paskini joyga yana ko'chib keldinglarmi? Men aslida ko'gim yo'q. Mankat. Mankat. Efendim, açıklanmışsınlar. Ölüşken sizlarga rasmsiz paslar demedimmi? Bugun shuncha jiroqdan ota aytan sizlarga rasmsiz turg'ili keldim. Men o'zimni siz kelgan rasmni sizman. O'tgan qitim ichikli ma'qul degan tilg'o, efendim. O'tgan qitim degan. O'tgan qitim. Hey, to'xtasizlar. To'xtab tursizlar, efendim. Nega bordilar, efendim? Ale! Koko, efendim. Qaltisqo. Nima deding? Men Koyoshi. Sizlar tuniga ko'chib keldingmi, bova? Sen qo'shnimizning o'g'limi? Sizlar rasmni bek yaxshisiz ekanlar. Albatta, men rasmlarim dunyoda birinchi o'rinda turdi. Sizlar rasmsiz ishni kim o'rgangan? Davatgan gapini qara, rasmsiz ish qatni o'rganadigan ish emas. U o'zini ko'z bilan ko'rib, ko'nglida o'ylab chiqadigan narsa. Hey, 80 ga kirganimda o'shandaq bir nimalarni sizib yurganimni. Hey, sen. 80 ga kirib qoldingmi? Unda bo'lsa o'lay deb qopla. Yo'qol. Kokosai 1760-yili Yaponiyaning Edo Honjo degan yerda tug'ilgan. U kichigidan rasm chizishni yaxshi ko'radi. Bo'libmi ayni vaqtdagi nomratlarning madaniyatiga vakillik qiladigan urf-odat, manzara rasmlarini chizishga alohida havas qiladi. U 19 yoshida rassom Yoko Kawani ustoz tutdi. Keyin nurg'un rasm asarlarini e'lon qildi. Bularning ichida eng dangliqi Fot yezma manzarasi bo'lib, buningda u Fot yezma teg'ining manzarasini o'xshamagan nuqtalardan suratlab bergan. Kokosai bir yerda o'ltiraverishni yaxshi ko'rmaydi. U hayotida 90 necha qitim uy ko'chgan. Bova,
yana ko'chib ketibdi-ku. Vah, ajoyib esilsizdi. Bundaq aynasiz oson emas-da. Albatta, nurg'un narsalarni har kim siza oladi. Bir harakatni ko'zni yumib ochqich puxta egallab, qog'oz yuziga tushirish mana bu rassomning haqiqiy iqtidori. Bova, ajab tuzatdilar odamni. Ko'yoshi. Ma'lumga qaraslar. Ha, belli. Voy, nim bu? Obdan sizg'ili bo'lamdi. Albatta, yana 80 yil zehnini yig'ib, toza tirishibsizsan. 80 yil? 80 yil yoki 100 yil. Odamning ilgirlashning cheki yo'q. Ko'yoshi, bularni mangu esingda ching tut. Uqdingmi? Ha? Hokusai shuna qilib kishilarning turmushini uzluksiz haqiqiy turda sizib chiqdi. Qiziq. Bu jahonda hamma turmushda qiziqarli narsa yo'q ekan. Bova. Sizlar nimishqa u yerdan bu yerga ko'chib yuriylar? Odam pat-pat ko'chib qolmay, ismini pat-pat yo'tkab turish kerak. Har bir yo'tkaganda odamning ko'ngli ejilib qoladi. Rasmsiz samo ilhomin kelib turadigan bo'ladi. Qara. Sizib bo'ldingmi? Siz bo'ldim. Bo'lmaymi? O'g'il bola qo'rorim texim obdan gavlangan bo'lsa, qancha yaxshi bo'ladi. Davatgan gapini buni. Tug'an turqin shu tursa. Bova. Bova. Sizlar rasmni setib tirikchilik qilamdilar. Shundaq. Men hayronman. Nimaga hayron qilyapsan? Sizlarning bu sat rasmlarini haq olamda? Bu haqning hammasi meni rasmimni oladi. Ko'yoshi, men qara. Mening rasmim bilan boshqa rassomlarning rasmining ba'zi joylari o'xshamaydi. Sen shuni bilib ol. Kishilar azoblanganda, ko'ngli yerim bo'lganda, beshig'i kun tushib, og'ir qiyinchilik uchirganda, mening rasmlarim ularga yorug'lik olib keladi, ularning ko'nglini yo'rtadi. Mening rasmlarimning ba'zi bir shakli jiddiy rasmlarga o'xshamaydi. Shunga mening rasmlarimni urf-odat manzil rasmlari deymiz. Mana bu Hoku Hachivi rasmi. Ha? Men go ancha uqib ketmadim, ammo bu yaxshi ish o'xshaydi. Bova! Ey bova! Sizlar rasm chizishni qachondan boshlagan? Qani men o'ylab boqay. Seningda chaqdan tortib boshladim-ku deyman. Uningda baldirim o texi. Andaq bo'lsa, tug'ilib rasm chizishni boshlab chiqganlar-da. Zerikib qolmadingmi? Nima deb zerikima? Rasm dunyosida chek yo'q. Rasm sizga tugab qolgan narsa emas. Xudomi? Yana kelib, oyatliq deganda qiziqarli ishlar doim yuz berib turdi. Bundan hargiz zerikib qolmaysan. Xuddi u o'zi aytgandek Hoku hayotida nurg'un qiziqarli voqealarni qoldirib ketdi. Burun bir chet ellik uningdan sizgan rasmini yerim ba'da setib berishini talab qilganda u qattiq xafa bo'lgan. Teso Kokoning ichidagi 127 bor cho'ngliqdagi xom suribga Dako Mafozoning cho'ngaytilgan rasmini sizgandan keyin kishilar qattiq hayron qolgan. Ammo u yana bir tal terqi ikki tal qushning rasmini sig'dirib sizalaydi. Bir qatim u general Kamochining oldida to'qining topinini bo'yab, uni rasm qog'ozining ustida mangdirgan va buni o'zlariga hurmat bildirguchi kuzdagi qizil yo'qirmoq degan.
nima qilyapsan? O'tgizdi. Hozirgi Tokio burun Edo deb ataladi. Bu chog'da Edoda doim o't ofati yuz berib turadi. Mana endi yana o't ketdi. O't shamolda ulg'uyib Kokoning kapsini birdamning ichida ko'ydirib kulga aylantirib etdi. U o'zining uzun yildan beri saqlab kelayotgan oddiy tasviriy rasmlar to'plamini saqlab qololmadi. Mening butun narsam kulga aylandi. Vah, to'g'ri. Ma'u narsam bor emasmi? Rost. Menga mushu qalbimni bo'lsa, bo'ldi. Mening bu eng yaxshi amroyim. Baştan başlay, hammani baştan başlay. Bu tiz pükmez örf adet manzara resim ustası 1849 yılı 90 yaşında alemden öttü. Bu ömrüde resim sizişini hiç vakit to'xtatmagan. Hokusai can üzish oldida men yana 10 yil, yo'q, yana 5 yil ömür ko'rgan bo'lsam, u chog'da haqiqiy rasm sizib chiqqan bo'lardim degan.遊び好きだけどちょっぴり我慢して夏の日盛りもよいしょ働いたよ今でこそ私めは大統領国を司る偉い人でもさ本当はさただのアリ羽目を外してどんちゃがしたいのよねおっとっとっと本文忘れるべからずありのありによるありのための私めは大統領